Xo'sh, boshladik. Kechangi test tahlili birinchi misol. ABC raqamlar bo'lib, ABC 5 dan ayirib tashlasak 5CBA ni javobi nima chiqarmish? 3636. B ga C ni qo'shsak 10 ekan. 3A qo'shilgan 2B minus 4C barobar so'roq. Shuni so'rayapti. Bu misolni ishlash javoban qiyin emas. Eng yaxshi usuli 5CBA ga 3636 ni qo'shsam ABC 5 ni beradi. Shunaymi? O'shani deb yozish kerak. 5CBA ga 3636 ni qo'shsam ABC 5 ni berish kerak. Tushunasizlar? Qaysi songa 6 ni qo'shsam 5 bilan tugaydi. 5 ni beradi. 9 ni? 9 lik kelib chiqdi. Juda oson kelib chiqdi. Xo'sh, endi demak bitta esda bor, to'g'rimi? Bir esda bor. B ga o'sha bir esdagini va 3 ni qo'shsam C ni berish kerak. B qo'shilgan 4 teng C deganim bundan. Bo'lib kelib chiqdi. Va keyingi ma'lumot B qo'shilgan C tenglik 10. Sistemaga C ni o'rniga B qo'shib 4 ni qo'ysa 2 ta B tenglik 6, B tenglik 3, C tenglik 7 ekanligi kelib chiqadi. Tushunarlimi? O'ylaymanki, sizlar kecha ishlaganlaringizdan ko'ra osonroq chiqib qoladi. Endi 3A ABC hammasi chiqdi. 3A 27, 2B 6, 4C 28. Javobimiz demak 5 chiqar ekan. Tushunarlimi? Tushunarli? 2 12 kara 0,8 ayrilgan 1,8 taqsim 2,08 davrida 3 qo'shilgan 2,0 davrida 6 ayrilgan 0,25. Endi bu misolni qanday ishlaymiz? 12 ga 0,8 ni ko'paytirsak 9,6, 9,6 dan 1,8 ni ayirsak necha bo'ladi? Necha? 7,2 mi? 7,8, to'g'rimi? Endi 7,8 bo'ladi. Xo'sh, endi buni qanday bajaramiz? Ana bunda ko'pchilik qiynaladi. Buni bajarishning usuli quyidagicha. O'zi aslida bularni oddiy kasrga aylantirib keyin bajarish kerak, to'g'rimi? Lekin buni 2,08 3 3 3 3 nuqta nuqta ketadi deb o'ylab, buni 2,066666 ketadi deb o'ylab, shunday qo'shayorsam, davri to'liq 9 ga aylanib ketar ekan, ko'ryapsizlarmi? Davri 9 ga aylanibdi, bu yog'i 14 bo'libdi, bu yog'i 4 bo'libdi. Tushundingizmi? Endi buni yozadigan bo'lsak, 4,14 davrda 9 deymiz-da, to'g'rimi? Davrda 9 keladigan bo'lsa, davrni tashlab, undan bitta oldingi xonaga 1 ni qo'shib beramiz deb aytganman. Demak, bu 4,15 ekan. 4,15 dan 0,25 ni ayirsak, 3,9 bo'ladi. 78 ni 39 ga bo'lsak, javob 2. Tushunarli? C javob. 3-misol. Xo'sh, vaziyat quyidagicha. Harakatga doir masala. Tezliklari mos ravishda 70 va 120 km bo'lgan ikkita mashina A shahardan B shaharga qarab bir vaqt harakatni boshladi. Demak, bir vaqtning o'zida ikkita mashina harakatlanishni boshlagan. Bittasining tezligi 70, bittasining tezligi 120. Ikkalasi ham A nuqtadan boshlagan B shaharga qarab. Tushunarli? Endi tezroq harakat qilayotgan mashina B ga yetib o'ribdi va to'xtamasdan shu zahotiyoq orqasiga qaytibdi. Qaytayotganda esa C nuqtaga kelganda ikkinchi mashina bilan uchrashibdi. Tushunasizlar? Ikkinchi mashina bilan uchrashibdi. Bunga ko'ra AC ni demak BC ga nisbatini so'rayapti. Xo'sh, harakat vaqti ikkita avtomobil uchun ham bir xilmish edi. Ikkalasi bir xil vaqt harakat boshladi va hech ya'ni bir xil vaqt o'tgandan keyin C nuqtada uchrashdi. Xo'sh, 70 tezlik bilan yurayotgan faqat qaysi masofani bosib o'tgan? Bemalol AC ni. AC masofani, demak, o'zi formula bilasizlar, S barobar V ko'paytirilgan T, to'g'rimi? Xo'sh, AC masofani bosib o'tish uchun 70 tezlik bilan T vaqt sarflab desam bo'ladi. V ni o'rniga 70, T ni o'rniga T. Tushunarli? Endi ikkinchi avtomobil qaysi masofalarni bosib o'tdi? AC ni, CB ni va yana bir marta CB ni. Chunki borib yana C gacha qaytib kelgan. To'g'rimi? Demak, AC plus 2BC masofani bosib o'tganda. To'g'rimi? Shuni bosib o'tish uchun u 120 tezlik bilan u T vaqt sarfladi. Tushunarli? Bizga AC ni BC ga nisbat so'raydi. Sistemada AC bilan BC ni to'plamiz.
Ayırib yuboramiz. 2 ta BC barobar demak 52 ta T. BC ni topsam 25 ta T. Endi AC ni topamiz. AC o'zi topib qo'yilgan ekan. Bo'l, AC ni BC ga bo'lamiz. 70 ta T ni 25 ta T ga bo'lamiz. T lar qisqaradi, 5 ga qisqartirsak 14 bo'lingan 5. Tushunarlimi? Oson ekanmi o'zi? Ha? Oson ekan, juda ham oson ekan. Demak, harakatga doir masalalardan birinchi o'rinda o'zi matematika fani misollarni ishlab bilish uchun yaxshigina oddiy ko'p olg'ir aytganda duxlaringiz bo'lishi kerakda. Qo'rqib qolmaslik kerak misol ko'rganda. Qo'rqmanglar shu uchun. Misol juda oson edi. 3 kara ildizda 5 minus ildizda 3 taqsim 5 minus ildizda 15 qo'shilgan ildiz osti 10 ayrilgan ildiz osti 6. Demak, mahrajni ko'paytiruvchilarga ajratishimiz kerak, to'g'rimi? 5 bilan ildiz osti 15 dan nimani chiqarib olsa bo'ladi? Ildizda 5 ni. Ildiz osti 10 bilan ildiz 6 dan-chi? Ildiz osti nechini? 2 ni. 3 kara ildizda 5 minus ildizda 3 taqsim ildizda 5 ni chiqarib olsak, ildizda 5 minus ildizda 3 plus ildizda 2 ni chiqarib olsak, ildizda 5 minus ildizda 2. Endi ildizda 5 ayrilgan ildizda 3 taqsim ildizda 5 ayrilgan ildizda 3 ni chiqarib olsam, nima qoladi? Ildizda 5 plus ildizda 2 qoladi. Bular qisqarib ketadi. Buni irratsionaldan qutqargan vaqtingizda ildizda 5 minus ildizda 2 ni ko'paytirasiz. Bular 3 ni beradi, to'g'rimi? 3 lar qisqarib ketib javob nima beradi? Ildizda 5 minus ildizda 2 ni beradi. Xo'sh, D javob. Hech kimga yarasha kamerani buzmaslik kerak-da. Buzgan yo'q. 5-misol. E'tiborli bo'lamiz. Agar arifmetik progressiyada A3 teng 9, A3 teng 9, A15 tenglik 45 bo'lsa 9-hadi hamda ayirmani o'rta arifmetikni toping. 9-hadi A9 bo'ladi. Ayirma nima edi? D. Ikkovini o'rta arifmetik desa nima qilish kerak? Ikkovini qo'shib 2 ga bo'lish kerak, to'g'rimi? Tenglik so'roq. Qo'yish ikkalasini sistema qilib o'tib chiqish kerak. A3 ni yo'llanmasi nima edi? A1 plus 2 D. Tenglik 9. A15 ni yo'llanmasichi? A1 plus 14 ta D. Ayiraveramiz. 12 ta D barobar 36. D tenglik 3. Tushunarlimi? A1 qo'shilgan 6, 2 ta D 6 bo'ladi, tenglik 9. A1 ni topsam 3. Kelib chiqdi. Endi A9 degani A1 qo'shilgan nechta D? 8 ta. Bittani qo'shsam 9 ta D. Taqsim 2. Xo'sh. A1 ni o'rniga 3 qo'shilgan 9 kara 3 taqsim 2. 15 ekanda javobi. Tushunarli? A javob. Qiyinmi? Yo'q, faqat xato qilmasdan ishlash kerak. 6-si. Geometrik progressiya beribdi. S5 minus S3 barobar 312. B5 ayrilgan B4 104. Progressiyaning mahrajini toping debdi. Demak, bu to'g'risida juda ko'p gaplashganmiz dars o'tgan vaqtimizda. S5 minus S3 nimaga teng? Ha, rahmat. B4 qo'shilgan B5 ga teng bu. Barobar 312. Ko'p gaplashdik bu haqida dars mavzu o'tgan vaqtimizda. Tenglik 104. Endi biza quvni topishimiz uchun quv degani, ya'ni mahraj degani ikkinchi haddan boshlab istalgan hadini undan bitta oldingi hadiga nisbati mahraj deyiladi, to'g'ri? Demak, men B5 bilan B4 topsam bo'ldi. B5 ni B4 ga nisbati menga nimani beradi? Nimani beradi? Mahrajni, ya'ni quvni beradi. Qo'shib yuboramiz bir marta. Qo'shib yuborsak 2 ta B5 barobar necha bo'ladi? 416 mi? B5 ni topsak agar 208 bo'ladi. B4 ni topmoqchi biz endi. B4 ni topish uchun 208 dan 104 ni ayirib tashlaymiz. 104. Mahraj B5 ni B4 ga nisbati. Ana shu narsani avval his qilishingiz kerak. Xo'p, endi B5 ni B4 ga nisbati, ya'ni 208 ni 104 ga bo'lsam necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Tushunarlimi? Javob A ekan. Keyingisi 7-misol. 7. Arc tangens
1 taqsim 2 qo'shilgan ark tangens 1 taqsim 3. Bu haqida ham juda ham ko'p gaplashganmiz. O'zi ark tangens, ark sinus, ark kosinus bu burchak degan, to'g'rimi? Ikkita burchak yig'indisini so'rayapti. Topilmaydi bu narsani. Ikkita burchak yig'indisini topish usuli faqat bitta narsa edi. Uni teng x deb olardik va ikki tomonini mos ravishda yo sinuslardagi, yo kosinuslardagi, yo tangens, yo kotangenslar bo'lardi. Endi hammasi tangens bo'lgani uchun tangenslar yuborib ishlagan ma'qul. Ya'ni bu burchak bu. Agar burchaklar yig'indisi haqida shunaqa ma'lumot berilsa, doim o'zi oddiygina alfa plus beta teng 300 gradus deb bersa ham bor-ku, shuni ikki tarafini sinuslar, kosinuslar yo tangenslar ishlar edik. Misolda kelib qolsak, misol turga bog'liq albatta. Shunday qilib ishlardik. Bu yerda shunday qilib ishlaymiz hozir. Tangenslaymiz ikki tomonni. Agar kim esidan chiqqan bo'lsa, mavzu daftaringizdan yaxshilab takrorlab oling. Tangens alfa qo'shilgan beta formulani eslatadimi menga shu hozir? Ha? Tangens alfa qo'shilgan beta formulani bitta menga eslatib yuboringlar, qanaqa edi? Nima edi tangens alfa plus beta formulasi? Tangens alfa plus tangens beta taqsim 1 minus tangens alfa kara tangens beta. Eshitdingiz o'zi? Esingga bormi? Yo'q, esingga. Sen abituriyentsan. Xo'sh, yozib chiqamiz endi. Tangens ark tangens 1 taqsim 2. Ya'ni tangens alfa berilgan. Tangens beta degani tangens ark tangens 1 taqsim 3. Taqsim 1 ayrilgan. Yana tangens ark tangens 1 taqsim 2 ko'paytirilgan tangens ark tangens 1 taqsim 3 barobar tangens x. Tushunarlimi? Ha? Endi buni bajarish kerak. Endi ana bu qoidadan ketiladi. Tangens qavs ichida ark tangens alfa teng nima edi? Alfa edi. Ya'ni ark tangenslar bilan ark qisqarib ketadi. Bo'ldi, tamom. Bu yerda qisqarib ketadi. Tangens bilan ark tangenslar va natijada 1 taqsim 2 plus 1 taqsim 3 1 minus 1 taqsim 2 kara 1 taqsim 3. Javob 1 bo'libdi. Endi savol tangens necha gradusda 1 ga teng? 1 taqsim 4. 1 taqsim 4. 1 taqsim 4. Ha, to'g'ri, 1 taqsim 4 dedik. Tushunarlimi? Hammaga tushunarlimi? Xo'sh, 8-misol berasi qilmaydi, doskani o'chiramiz. Doskani o'chiramiz. Tushunarli bo'ldimi? Ha? Qilgan xatolaringiz ko'rinyaptimi ko'zlaringizga? Sakkizinchi misol. 4 ta sinus kub x qo'shilgan. Sinus 3x taqsim sinus x. Qo'shilgan 4 ta kosinus kub x minus kosinus 3x taqsim kosinus x. Sinus 3x bilan kosinus 3x gina bizga tanish bu yerda. Ya'ni ifodani soddalashtiring deb misol qo'yibdi. Bu misolda faqat sinus 3x bilan kosinus 3x ni yo'yib yozib bilaman. Boshqalarini qimirlata olmayman. Xo'sh, sinus 3x ni formulasi nima edi? 3 ta sinus x minus 4 ta kosinus kub x edi, to'g'rimi? Demak, 4 ta sinus kub x qo'shilgan 3 ta sinus x minus 4 ta sinus kub x taqsim sinus x. Juda oddiy. Hozir bilishingiz kerak. Qo'shilgan 4 ta kosinus kub x kosinus 3x ni formulasi shuni joyi o'zgarib qolgan bo'lar, to'g'rimi? 4 ta kosinus kub x minus 3 ta kosinus x edi. Endi minus 4 ta kosinus kub x plus 3 ta kosinus x bilan. Minus ta'sir ettiraman. Tushundingizmi? Taqsim kosinus x. Bular qisqarib ketadi. 4 ta sinus kub x bilan qisqarib ketadi. 3 ta sinus x taqsim sinus x ni javobi nima bo'ladi? 3 bo'ladi. 3 ta kosinus x taqsim kosinus x javobi 3 bo'ladi. 3 plus 3 javob 6. Tushunarli? D kalta turibdi. Keyingisi 9-misol. Ko'rsatkichli tenglama. 27 darajasida x minus 2 kara
3 darajasida 2x qo'shilgan 1 qo'shilgan 11 kara 3 darajasida x ayrilgan 6 barobar 0. Agar tenglamani 0 u 1 oraliqdagi ildizi x 0 ga teng bo'lsa, 9 darajasidagi x 0 ni hisoblang deb savol qo'yibdi. Ko'rsatkichli tenglamalar bitta usulda ishlanadi. Ya'ni asosi bitta nomorga kelish kerak. Hozir e'tibor qiladigan bo'lsak, hammasining asosi nechinchi darajasiga kelish kerak? 3 darajasiga kelish kerak. 3 ni necha x'inchisi bo'ladi bu? 3 x'inchisi minus 2 kara. Buni ikkitaga ajratib bilamizmi? Qanday ajratamiz? 3 ni 2 x'inchisi 3 ni birdan 6 deb yozsam bo'ladi. Qo'shilgan 11 kara 3 darajasida x ayrilgan 6 barobar 0. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz endi? Nima qilamiz? Belgilaymiz. 3 darajasida x ni t deb belgilaymiz. Bu nima bo'ladi? T kub minus 6 ta t kvadrat 11 ta t minus 6 barobar 0. Endi kubik tenglama buni sun'iy usul yordamida ko'paytirishlarga ajratib olishimiz kerak. 1 ni qo'ysam javob 0 bo'lyaptimi? Ha? 1 ni qo'ysam 0 bo'ladi. Demak, t minus 1 ni qavsdan chiqarishga harakat qilamiz. T teng 1 degan ildizda bu. T kub minus t kvadrat deyman, to'g'rimi? Minus 5 ta t kvadratga plus 5 ta t plus 6 ta t minus 6 barobar 0. Tushunarlimi? Har ikkita guruhlab olamiz. Ikkita. Bundan t kvadrat chiqadi, t minus 1. Bundan minus nima chiqadi? Minus 5 ta t chiqadi. Yana t minus 1. Bundancha bu ikkalasidan 6 chiqadi. T minus 1 tenglik 0. T minus 1 hammasidan qavsdan tashqariga chiqsa, t kvadrat minus 5t plus 6. T kvadrat minus 5t plus 6 ni ham ikkita qavsga birdan ajratib aytinglar. Ko'paytirish. T minus 2, t minus 3. T minus 2, t minus 3 barobar 0. Har bir ko'paytuvchi 0 ga aylantiruvchi ildiz topamiz. T teng 1, t teng 2, t teng 3, to'g'rimi? Endi buni 3 darajasida x ga tenglashtirib chiqamiz. Qarang. 3 darajasida x teng 1, t 3 darajasida x edi-ku. 3 darajasida x tenglik 2, 3 darajasida x tenglik 3. 3 darajasida x qachon 3 bo'ladi? X nechi bo'lsa? 1 bo'lsa. 3 darajasida x qachon 1 bo'ladi? 0 bo'lsa. 3 darajasida x qarang. Bu 0, bu 1. Bizga 0 bilan 1 ni orasidagi ildiz edi. Qaysi bir 0 bilan 1 ni orasidagi ildiz bo'ladi? Buni ham olmaymiz. Ana bu 0 bilan 1 ni orasidagi ildiz. Ya'ni 3 ni nechinchi darajasida 2 ga teng bo'ladi desa agar, 0 u 1 orasidagi ildizi albatta 2 ga teng bo'ladi. Demak, buni deb yozamiz. 3 darajasida x kara 3 darajasida x desa bilan bo'ldi. 2 kara 2 ekan javob. 4 ekan. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Logaritmlar o'tirmadik. Shunday bundan chiqarib oldik. Oson va biz albatta dars vaqtida bu narsadan o'tganman sizlarga. Endi ishlab bilish kerak. Hammasi takrorlashga bog'liq. O'ninchi misol. Logaritm 7 asosga ko'ra x kvadrat plus 5x minus 53 va ikkita logaritm 49 asosga ko'ra 4x plus 3. Tenglamani haqiqiy ildizlari ko'paytmasi so'rabdi. Tenglamaning haqiqiy ildizlari ko'paytmasi. Logaritmik tenglamani ishlash uchun, demak, logaritmlarning asoslari bir xil bo'lishi kerak. Keyin shunda logaritmlarni tashlab yuborib, yuqori qismlarini tenglashtirib va aniqlanish sohalarni olib ishlashimiz mumkin. Hozir logaritm bu 7 asos, buni ham 7 asos qilish uchun ana bu 2 ni 1 taqsim 2 daraja qilib asosga kiritaversak, bu 7 ga aylanib qoladi. Bo'ldi, o'zi aylandi. Tamam, o'zi tashlaversam ham bo'ladi. Tushunarli? X kvadrat plus 5x minus 53 barobar 4x plus 3. X kvadrat plus x minus 56 barobar 0. Minus 8 va 7 mi? Ha? Minus 8 va 7. Endi aniqlanish soha ham bo'lishi kerak. Aniqlanish soha logaritmning yuqori qismi katta 0. Bu yerda ham mana bu 4x plus 3 ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Endi 7 ni qo'ysam, ikkalasi ham 0 dan katta bo'ladi, menimcha. 7 ni kvadrat 49, 5 kara 7 35. 49 75 qo'ysam 53 dan katta. Bu yoq aniq 0 dan katta bo'ladi. Minus 8 ni qo'ysam, lekin bu mana manfiy bo'lgani uchun minus 8 ildiz olinmaydi. Tenglamani o'zi bir dona ildizi bor ekan, 7. Tushunarlimi? Javob ana shu 7 qaysi javobda berilgan? D kaltami, C kaltda berilgan. C kaltda berilgan ekan. Tushunarlimi? Keyingisi 11-misol. Tenglamaning haqiqiy ildizlari kvadratlari yig'indisini toping. Modulda 3x minus 1 taqsim 2
qo'shilgan modulda 2x minus 1 taqsim 3 qo'shilgan modulda 1 taqsim 6 minus x barobar 11. Tenglamani haqiqiy ildizlarini kvadratlari yig'indisi topish kerak ekan. Buni avval nimasi noodatiy shu modulli tenglamani. Bizlar doim ko'radigan modul tenglamalardan ko'ra bitta noodatiy joyi bor. Kasr hammasi. Kasrlar bor. Mahraj berib, mahraj chiqarib olish mumkin. Yoki hammasiga mahraj nechi? 6 mi? Bunga 6, bunga ham 6, bunga 2, bunga 6, bunga 3, bunga 6. 18x minus 3 plus modulda 12x minus 2 plus modulda 1 minus 6x nima bo'lyaptimi? Tenglik 66. Qavsni tashqariga chiqarib olsa bo'ladi. 3 nima? 3 ta modulda 6x minus 1 qo'shilgan. Ikkinchi chiqarib olsam 2 ta modulda 6x minus 1. Modulni ichida ifoda kelayotgan bo'lsa, uni bemalol o'rnini, ya'ni joyini almashtirish, ya'ni hadlar o'rnini almashtirish mumkin. Chunki modul bo'lgani uchun baribir minus chiqarib olib qolardi-ku. Baribir minus yeb yuboradi modul. Modulda 6x minus 1 barobar 66. Ko'ryapsizmi qanaqa ko'rinishga keldi bu? 3a, 2a, bitta a. Necha a? 6a, to'g'rimi? Ya'ni 6 ta modulda 6x minus 1 tenglik 66. Misolni osonligini qarang. Bizlar nima xayolga boramiz? Bu interval bu. 4 ta interval bo'ladi, bilasanmi shuni? 4 ta interval qo'yib, garang bo'lib, diagonal bo'lib bajarishga to'g'ri keladi. Umuman unaqasi kerak emas. Modulda 6x minus 1 barobar 11. 6x minus 1 ni bir marta 11 ga, 6x minus 1 ni bir marta minus 11 ga tenglashtiramiz. X ni topadigan bo'lsak 2, bu yerdan x topadigan bo'lsak minus 5 taqsim 3 mi? Ha? Bu x1, bu x2 bo'ladigan bo'lsa, bizdan tenglamani ildizlarining kvadratlarini yig'indisini so'ragan. Tenglamani ildizlari kvadratlari yig'indisi x1 kvadrat plus x2 ning kvadrati barobar 4 qo'shilgan. Buni kvadrat nechini beradi? 25 taqsim 9. 36 ga 25 ni qo'shsak 61 taqsim 9. 61 taqsim 9 qaysi javobda? D kaltda berilgan. To'g'ri ishlaganlar bormi shu savolni? Diyor to'g'ri chiqqan. Yo'qmi? Ha, ko'ring. Quyidagilardan nechtasi juft debdi? Funksiya y barobar lg cosinus x, ikkinchisi y barobar x kara 2 darajasida minus x kvadrat. Uchinchisi y barobar 3 darajasida x minus 3 darajasida minus x taqsim 2. To'rtinchisi esa y barobar x kub minus sinus 2x taqsim sinus 2x plus x. Quyidagilardan qaysilari juft? Juft funksiyaligini aniqlash uchun f minus x teng fx berish kerak, to'g'rimi? Ya'ni funksiyaning argumentini o'rniga minus x ni qo'yib hisoblaganimizda, soddalashtirganimizda qaytib shu funksiyani o'zini bersa, bu juft funksiya bo'lardi. Kosinusga minus x ni qo'yamiz. Kosinusni x ni minus x qo'yamiz. Kosinus juft funksiya bo'lgani uchun minusni yeb yuboradi, qaytib o'zi chiqadi. Bu juft funksiya demak. Minus qo'yamiz, minus x bo'lib turadi. Bunga minus qo'ysam baribir minusni yeb yuboradi. Bu o'zi chiqadi, lekin ham oldiga minuslik chiqadi. Demak bu to'q funksiya. Ya'ni minus fx chiqib qoladi. Bu variantdan chiqib ketadi. Bunga qaraydigan bo'lsak, bunga minus qo'ysak, bu minusga aylanadi. Minus qo'ysak, bunga plusga aylanadi. Bu ham ikkalasini o'rni almashib qolgan chiqibdi. O'rni almashib qolib, shunday minusni chiqarib bersam, bu ham to'q funksiya, ya'ni minus fx chiqib qoladi. Bu ham to'q funksiya, bu ham bizga kerak emas. Bunisiga qaraymiz. X kubga minusni qo'ysak, minus sinus ham minusni chiqarib beradi. Ikkalasida ham minus bor. Minusni chiqarib qo'ydim. Sinus 2x bu ham minusni chiqarib beradi. Bemalol x ham minusni chiqarib beradi. Bu yoqdan ham minus chiqaraman. Hozir ikkita suratdan mahrajdan minus chiqqandan keyin minuslar qisqarib ketib, qaytib shu funksiyani o'zi qoladi. Demak, bu juft. Tamam, shu narsani to'g'ri tekshirish kerak. Og'zaki. Faqat ikkitasi bo'ladi. Nechta qaysi javobda ikkita? B katta. Shu narsani to'g'ri qo'yib tekshirib bilasizlar. 13-misol. Qo'yish 13.
Demak, savol quyidagicha. Mana shu aylana berilgan. AD 4 ga teng. DY 6 ga teng. BC esa 3 ga teng. SY kesma uzunligi topilsin. SY kesma uzunligini so'raydi. Demak, bu urma va kesuvchining qoidasidan ketiladi, to'g'rimi? Birinchi navbatda bilaylik. C burchak necha gradusligi bizga ayon. Qanday qilib desalaringiz agar, C burchakdan C nuqtadan chiqqan ikkita vatar marka eng katta vatarni tortib turibdi, ko'ryapsizmi? Eng katta vatar esa 180 eng katta vatar tortib turgandan keyin bu tortib turgan yo'l 180 gradus, 180 ni yarmisi, ya'ni bu ichki burchak bo'ladi. Ichki burchak o'zi tortib turgan yo'lni, tiralgan yo'lni yoki yarmisiga teng. Demak, bu 90. Demak, ABC uchburchak to'g'ri burchakli. Ikkita kesuvchi o'tkazilgan, to'g'rimi? Kesuvchining qoidasidan ketamiz. Kesuvchining qoidasiga ko'ra, shu A nuqtadan o'tkazilgan kesuvchining birinchi marta kesgandagi masofasi bilan ikkinchi marta kesgandagi masofaning ko'paytmasi teng, to'g'rimi? Demak, A kara A plus 3 4 kara 10, to'g'rimi? 40. Ikkita bir-biridan 3 taga farq qiladigan sonlarning ko'paytmasi 40 ni bo'lib berish uchun A teng 5 bo'lishi kerak. Kvadratni qilib bajarib o'tirmanglar demoqchiman. 5 10 8 6 bo'lsa Pifagor sonlari. Tam chiqdi. To'g'ri burchak uchburchak 10 8 demak bo'ldi. Tushunarlimi? Sodda qoidalar ishlatilyapti. Buni ishlab bilish kerak. DTMga o'ylaymanki, bu savol ham osonlik qilsa kerak DTMga. 14. ABC uchburchakda, teng yo'lli ABC uchburchakda BA bilan BC 7 ga teng. Demak, BA bilan BC 7 ga teng bo'lsa, aytibdi-da, tomonlarning ma'lumotlarini beryapti. AC teng 5, BA teng BC tenglik 7 deyapti. Savol: uchburchakning asosida qaysi uchlar joylashgan? Uchida qaysi uchlar joylashgan? B uchida deyapmiz. Xo'sh. Asos AC. Nima uchun B uchida bo'lyapti? Chunki B uchidan chiqqan tomonlari teng bo'lishi kerak. 7 7. Biz shu narsani qidirishimiz kerak birinchi. Tushundingizmi? AC esa 5. Endi savol quyidagicha. AN va CM bisektrisalar. AN va CM bisektrisalar. MN kesma uzunligini toping. MN kesma uzunligini toping. Tushundingizmi? Xo'sh, endi e'tiborli bo'lamiz. Bu yerda teng yo'lli uchburchakni anchagina bir qoidalarni bilishlaringiz kerak. Teng yo'lli uchburchakning ikkita yon tomoniga bisektrisa tushirilgan bo'lyaptimi? Yon tomonga tushirilgan bisektrisalar ular teng va bir xil kesmaga ajratadi. Ya'ni bu tushgan nuqta bilan bu tushgan nuqta bir xil o'zini tomoni uchun va bir xil kesmalarga ajralgan. Bir xil kesmalarga ajralgan bo'lsa agar, ya'ni bir xil kesmalarga, mana bu BM kesma bilan AM kesma, BM kesma bilan BN kesma, MA kesma bilan NC kesma teng berdi. Chunki bisektrisaning qoidasidan ketayotgan bo'lsa, ikkita bir xil tomonga bisektrisa tushirilgan. O'rta chiziq bo'lmaydi. O'rta chiziq bo'lmaydi. MN chiziq asosga parallel bo'ladi. Ana shuni bilish kerak. Tushundingizmi? Har doim bu narsa bo'lmaydi. MN chiziq AC ga parallel. Endi MN chiziq AC ga parallel bo'ladigan bo'lsa, biz o'xshash uchburchaklardan ketsak bo'ladi. Ikkita o'xshash burchak paydo bo'lgan. Birinchisi qaysi uchburchaklar o'xshash? B M bilan yana qaysi? ABC o'xshash. Demak, uchburchak B M bilan o'xshash bo'lyapti uchburchak ABC. Tushunarlimi? Xo'sh. Endi biz bilishimiz kerak. BM bilan MA qanday nisbatga bo'lingan? Bu bisektrisa tushirilgan nuqta, to'g'rimi? Bisektrisa tushgan tomondan ikkita kesma ajratadi. O'sha kesmalarning nisbati tomonlar nisbatiga teng degan qoidamiz bor. Demak, 7 yu 5 nisbatga bo'linar ekanda. 7 yu 5 nisbatga bo'linar ekan. Tushunarli? Tushunarlimi shu narsa hammaga? Mana bu qoida bor edi. A bo'lsa, bu B bo'lsa, bitta bisektrisa tushirsak, MN, ya'ni bisektrisa tushirilgan tomondan ajratgan kesmalar nisbati
kesmalar nisbati mos tomonlar nisbatiga teng. A ni B ga nisbat, M ni N ga nisbat. Mana bisikletga tushyapti. 7 ni 5 ga nisbati ajratgan kesmalar nisbatiga teng. Tushunarli? Bo'ldi. O'xshash burchaklardan ketamiz. O'xshash burchaklardan ketadigan bo'lsak, demak, 7 ni kichkina uchburchakning tomonini, shu kichkina uchburchakning 7x lik tomoniga katta uchburchagimning qaysi tomoni o'xshaydi? 12x lik tomoni o'xshaydi, to'g'rimi? 12x ga nisbati x deb olamiz, hammani a deb olamiz endi. Endi kichkina uchburchagimning a tomonini katta uchburchagimga o'xshash bo'lgan tomon qaysi? 5 mi? 5 ga nisbatga teng. A ni to'p bo'ladigan bo'lsak, x lar qisqarib ketadi. 35 taqsim 12. Tushunarlimi? Juda oson savol edi bu. 2,11 taqsim 12. D javob. Qaysi? Qay? Bo'ladi. Endi aniq ko'rinadigani, bittada ko'rinadigani o'sha, lekin bu gap ham mutlaq emas. 15. A to'plamda B, A, T, I va R harflari bor ekan. B to'plamda esa Q, U, D, A, Y, E, birinchi B ekan, keyin E, keyin R, keyin G, keyin E, yana N. Xudoy bergan. A to'plam bilan B to'plamning kesishmasini bo'sh bo'lmagan qism to'plamlari sonini so'rayapti. A to'plam bilan B to'plam birinchi elementlarni topaylik. A to'plam bilan B to'plamning kesishmasining elementlari. Kesishma degan har ikkalasida bor bo'lganlarni olamiz, to'g'rimi? Bor bo'lgan elementlar olamiz. Ha, B ikkalasida ham bor. A ham ikkalasida bor. Xo'sh, R bor ikkalasida ham. Tamom, ha? Tamom. Endi buni elementlari nechta? 3 ta. Bu elementdan nechta qism to'plam tuzsa bo'ladi? Qism to'plamlar soni qanday topilardi? 2 ni n-inchisi edi qism to'plamlar soni. Mavzu daftari zo'r takrorlagandasizlar. 2 ni kubi bo'ladi. 8 ta. Bu qism to'plamlar soni. Bularning ichida bitta to'plam, bo'sh to'plam ham bor. Ya'ni xosmas va xos qism to'plamlar soni deydi. Bo'sh to'plam ham bor, to'plamning o'zi ham bor. Endi to'plamning o'zi bo'sh to'plamga kirmaydi, bo'sh bo'lmaganini so'rayapti, to'g'rimi? Demak, barcha qism to'plamlar sonidan bo'sh to'plamni ayirib tashlaysizlar. Bo'sh to'plam o'zi bitta. Uni ayirib tashlaymiz. Demak, javob nechta bo'ladi? 7 ta bo'ladi. Tushunarlimi? 16-misol. Parallelogramning o'tmas burchagining bissektrissasi qarshisidagi tomonni o'tkir burchak uchidan boshlab 607 cm kesmalarga ajratdi. Bissektrissa ajratgan 4 burchakning 120 bo'lsa, parallelogram yuzini toping. Parallelogramning o'tmas burchagining bissektrissasi qarshisidagi tomonni o'tkir burchak uchidan boshlab hisoblaganda 607 kesmalarga ajratdi. Xo'sh, o'tmas burchakdan chiqayotgan bissektrissa deyapti, to'g'rimi? E'tiborli bo'lamiz. O'tmas burchakdan chiqayotgan bissektrissa. O'tmas burchakdan chiqadigan bissektrissa mana bu tomonga tushadi. Katta ehtimol bilan shu tomonga tushishi kerak. Shu tomonga tushadi deb olaylik. Endi aytibdi-ki, o'tkir burchakning uchidan boshlab hisoblaganda 6-7 kesmaga ajratadi. Demak, qarang, bissektrissa tushdi. Tushgandan keyin o'tkir burchakdan boshlab hisoblaganda 607 bo'lgan kesmachalarga ajratibdi. 607 kesmachalarga ajratibdi. O'tkir burchak mana buni. Shu uchidan boshlab hisoblaganda 607 kesmalarga ajratibdi. Tushunarli? Bu 6, bu 7. O'tkir burchakdan deyapti. Bissektrissa ajratgan 4 burchakning 120. Parallelogramni yuzini toping deyapti. Xo'sh, qanaqa qilib topsak bo'ladi? Parallelogram yuzini qanaqa qilib topsak bo'ladi?
Ha, Bekzod, qanday fikring bu? Ana bu tomon-chi? N3 ha? Ana bu tomon-chi? A, qanaqadir. Uni bizga keragi bormi? Qaraymiz. Mana bu balandlik h. O'ylamishni aytsam? Ana bu ham o'sha balandlik emasmi? Parallelogram uchun. O'sha balandlik, ha? Endi mana bu to'rt burchak qanaqa shakl bo'lyapti? Trapetsiyaligi aniqmi? Aniq. Sababi yon tomonlar parallel-ku. Demak, bu aniq trapetsiya. Trapetsiyaning yuzini toping siz. Trapetsiyaning yuzi 20 barobar. Trapetsiyaning yuzi qanday topiladi? A plus B taqsim 2 kara h. A katta asos, B kichik asos, h balandlik. 13 ga 7 ni qo'shib 2 ga bo'lsak, 10 h. H teng 2. Tushunarli? Endi uchburchak yuzini topamiz. Uchburchak yuzi asos va unga tushirilgan balandlik ko'paytmasining yarmiga teng. Necha h? Asos va unga tushirilgan balandlik ko'paytmasi yarmiga teng. Necha h bo'ladi? 3h bo'ladi, ha? 3h bo'ladi. H ni o'rniga 2 ni keltirib qo'ysak, 3 kara 2 barobar 6. Demak, uchburchak yuzi 6 ekan. Demak, to'rt burchak, ya'ni parallelogram yuzi qancha bo'ladi? 26 bo'ladi. Tushunarlimi? Hammaga tushunarlimi shu narsa? Davom etamiz. Ön 7-chi misol. Romning perimetri 60. Rom beribdi. Uning diagonallari yig'indisi 36. Romning yuzini topib bering deyapti. Romning yuzini toping debdi. Xo'sh. Romning tomonlari teng bo'ladimi? Perimetri necha edi? 4a edi, e'tiborli bo'ling. 4a teng 15. A necha chiqadi? 15. Romning yuzi D1 kara D2 taqsim 2, ya'ni diagonallar berilgan bo'lsa. Endi bu yerda diagonal yig'indisi berilgan. Xo'sh, savol, tomon bor, diagonallar yig'indisi bor. Endi eslaymiz. Diagonallar bilan tomon orasidagi munosabat bor edi. Qanaqa formula edi o'sha? D1 ni kvadrati qo'shilgan D2 ni kvadrati teng 4a kvadrat. Shundan foydalanamiz. Demak, yuzani topish uchun D1 kara D2 kerak bo'ladi menga, to'g'rimi? Ya'ni diagonallar ko'paytmasi yarmi edi. E'tibor qilamiz. Buni to'la kvadrat ajratib oladigan bo'lsak, bu D1 plus D2 ning kvadrati minus 2 ta D1 D2 edi, to'g'rimi? Barobar 4a kvadrat. D1 plus D2 nima ayting? 36. 36 ning kvadrati minus 2 ta D1 D2 barobar 4a kvadrat. 4 kara 15 ni, ya'ni 30 ning kvadrati bo'ladi. Tushunarlimi? 2 ta D1 D2 ni topmoqchi bo'lsak, 1 marta 36 ning kvadratini 30 ning kvadratini ayiramiz. 1296 dan 900 ni ayirib tashlash kerak yoki 36 dan 30 ni ayiramiz 1 marta 6. 36 ga 30 ni qo'shamiz, 66. 2 ga qisqartirib yuborsak, D1 kara D2 barobar 3 kara 66. Endi yuza uchun keltirib qo'yganimizda 3 kara 66 ni 2 ga bo'lsak, javob 99 kelib chiqadi. Tushunarlimi? Ha? Oddiy to'plam savol edi bu. Javob A. Uni ishlab bilish shart. 18. Muntazam ko'p burchakning tashqi burchagi 60 gradus. Ichki burchak necha gradus bo'ladi? 120, to'g'rimi? Chunki qo'shni burchak bo'ladi, ichki va tashqilar, to'g'rimi? Tashqisi 60 berayotgan bo'lsa, ichkisi 120. Qaysi ko'p burchakni Bekzod yo'q aytdi? Qaysi ko'p burchakni ichki burchak 120 gradus edi? 6 burchak. Demak, bu 6 burchak haqida gap ketyapti. Tushunamsizmi? 6 burchak ekan bu shaklimiz.
Uning perimetri 48 deyapti. Demak 6A mi uni perimetri? Ha? 6A mi perimetri? 6A 48 bo'lsa A nechi chiqadi? 8 chiqadi. 6 burchak tomoni 8 ekan. Katta diagonal so'rayapti. Katta diagonal 2A, ya'ni 2 marta katta bo'lardi. Nechi bo'ladi javob? D katta barobar 2A barobar 16. C kaldi. 19. Trapetsiyani katta asosdagi burchaklar 20 va 70. Demak, mavzu o'tgan vaqtimizda aytdik, agar trapetsiyani katta asosga yopishtirgan burchaklari yig'indisi 90 ni beradigan bo'lsa, bu uch burchakni, bu trapetsiyani tomonlarini davom ettirsak, yon tomonlari kesishib 90 gradusda kesishadi va to'g'ri burchak uch burchak hosil bo'ladi dedik. Aynan xuddi shunday turdagi misol hozir bu. Ya'ni trapetsiya bitta burchak 20, bittasi 70 ekan. Tomonlarni davom ettiramiz. Kesish tomonlar. Albatta 90 gradusda kesishadi. Sabab uch burchak hosil bo'lyapti. 20, 70, 90 bo'lgandan keyin ham 90 bo'ladi. Tushunarlimi? Endi aytibdi. Trapetsiyani asosini o'rtalarini tutashtiruvchi kesma uzunligi 2. Trapetsiya asosining o'rtalari, asoslarning o'rtalari, o'rtalarini tutashtiradigan kesma mana shu bo'ladi. Eng qizig'i bu uch burchakni uchidan boshlab olib kelsangiz ham bo'ladi. Chunki uch burchakni uchidan boshlab olib kelsam agar, birinchi kichkina uch burchak uchun mediana vazifasini bajaradi mana bu chiziq. Keyin esa katta to'g'ri burchak uch burchak uchun umumiy o'tkazgan chizig'im mediana vazifasini bajaradi. Va mana bunisini bizga aytibdi. Trapetsiyani asoslarini o'rtadan tutashtiruvchi chizig'i. Tushunarli? Tushunarlimi? Endi aytibdiki, bu kesmaning uzunligi 2. Trapetsiyaning o'rta chizig'i 4. Trapetsiyani o'rta chizig'i 4. O'rta chiziq haqida gapiradigan bo'lsak, o'rta chiziq asoslar yig'indisining yarmisi, bilasizlar? O'sha 4 ekan. Tushunarlimi? Asoslarni toping debdi. Qiladigan ishimiz. To'g'ri burchak, uch burchakni qaysi tomoniga tushirilgan mediana vazifasini bajaryapti bular? Qaysi tomoni? Uxlayapsizlarmi bittalar 5,5 dan? Nima bu? Gipotenuza vazifasini bajarmaydi. To'g'ri burchak, uch burchak gipotenuza. Gipotenuza tushirilgan mediana nima ayting? Nimaga teng? Gipotenuza uzunligining yarmiga teng. Demak, kichkina uch burchakning gipotenuzasi kichik asosning yarmisi bo'lyapti. Ya'ni B taqsim 2, B taqsim 2. Bu ham B taqsim 2. Tushunarlimi? Bu A taqsim 2, bu ham A taqsim 2. Katta mediana esa bu ham A taqsim 2 bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu. Tushunarlimi? A taqsim 2 dan B taqsim 2 ni ayirib tashlashsam nechaga teng? 2 ga teng. Demak, A minus B taqsim 2 2. Marhamat sistemasi sizga. Tushunarlimi? Chera bilan beni topib Demak, A plus B tenglik 8, A minus B tenglik 4. Qo'shiyorsam 2 ta A tenglik 12, A tenglik 6, B tenglik 2. Tushunarlimi? Javob nechi bo'lar ekan? 6 yu 2 bo'lar ekan. Qaysi javobdi? Tushunarlimi hammaga? Mavzu daftarida o'tilgan bu narsa. Isbotlab berganman bitta-bitta. Keyingisi 20-misol, 19-misol. 19 bo'ldi 20 ekan. Xo'sh, bir nuqtadan aylanaga ikkita urinma o'tkazilgan. Bir nuqtadan aylanaga ikkita urinma o'tkazilgan ekan. Har bir urinmaning uzunligi 12 sm. Urinish nuqtalari orasidagi masofa 14.4. Aylananing radiusini toping. Bir nuqtadan aylanaga ikkita urinma o'tkazilgan. Demak, aylana chizamiz birinchi o'rinda va tashqaridagi aylana tashqarisidagi nuqtadan unga ikkita urinma o'tkazamiz. Mana ikkita urinma o'tkazildi. Endi har bir urinmaning uzunligi 12. Urinish nuqtalarini tutashtiruvchi kesma mana 14.4. Radius toping deyapti. Radiusni toping deyapti. Tushunarli? Radiusni topishimiz kerak. Xo'sh, radiusni qanaqa qilib topsak bo'ladi? Mana bu aylananing markazi. Urinmalar doim nima bo'ladi bizda?
teng bo'ladi, ha? To'g'ri. O'z-o'zidan qanaqa uchburchak hosil bo'layotganini ko'ryapsizlar shu yerda. Teng yo'lli. Teng yo'l uchburchak uchun asos qaysi tomon? 14,4, ha? 14,4lik tomoniga balandlik tushursam, ham mediani ham bisektrisa vazifasini bajaradi. Va eng qizig'i buni teng ikkiga bo'lar ekan, ha? Perpendikulyar bo'lar ekan, ha? Bisektrisa ham bo'lar ekan. Xo'p, yaxshi. Aylanani markazidan vatar vazifasini bajaryapti-ku bu. Vatargacha kesma o'tkazilgan kesma, masofa. Bu ham nima bo'lardi? Perpendikulyar bo'lardi va vatarni teng ikkiga bo'lardi. O'z-o'zidan bu chiziq aylanani markazidan o'tishi aniq. Tushunarli? Ya'ni ikkalasi bir xil vazifani bajargandan bitta teorisida o'tibdi, to'g'rimi? Bo'lsa qanday bo'ladi bo'ladi. Demak, bu chiziq aylanani markazidan o'tishi aniq bo'ldi. Bu muammo yo'q. Xo'p, nima ish qilamiz? Nima ish qilsa bo'ladi? Bitta aylana markaziga urinish nuqtasiga bitta radius yetkazamiz. Bu necha gradus bo'ladi? 90 gradus bo'ladi. Tushunarli? Bu biz uchun xuddi to'g'ri burchakli uchburchakni gipotenuzasiga tushirilgan balandlikda bo'lib qolyapti. Bu 14,4 teng 2 ga bo'linganda 7,2 dan qolgan. Tushunarli? Endi to'g'ri burchakli uchburchakligini hamma ko'ryaptimi? To'g'ri burchak uchburchak. Bizga radius kerak. Ya'ni katet, ikkinchi katet. Bitta katet bor, ikkinchi katet so'rayapti. Gipotenuzaga mediana tushirilgan, gipotenuzaga balandlik tushirilganda bo'lib qolyaptimi? Ha? Ana bu AO chiziq gipotenuza vazifasini bajaryaptimi? Gipotenuzaga tushirilgan balandlik, demak, undan proyeksiyalar ajratiladi. Ya'ni nimalarni proyeksiyasi ajraladi? Katetlarni gipotenuzadagi proyeksiyalar ajraladi. Xo'sh. Agar ana buni A1, buni B1 deydigan bo'lsak, ana bu A katet deysak, A kvadrat barobar A1 kara C qoida bor edi. To'g'rimi? B kvadrat teng B1 kara C degan qoidamiz bor. Va H kvadrat barobar A1 B1 degan qoidamiz bor. Formulalarimiz bor. A kvadrat, ya'ni 12 ning kvadrati A1 kara C. Ya'ni C bizga noma'lum. C bizga noma'lum. A1 ni boshqacharoq topsa bo'ladimi? Qanday topsa bo'ladi A1 ni? A1 ni qanday topsam bo'ladi? Pifagor. To'g'ri burchak uchburchak uchun mana bitta katet, mana gipotenuza. A1 ni topish uchun ildiz ostida 12 ning kvadratidan 7,2 ning kvadratini ayirib tashlash kerak. Tushunarlimi? Endi bu qarang. Bu 12, bu 1,2 kara 10, bu 1,2 kara naborot. Bu 12 kara 1, bu 12 kara 0,8 0,6 desam bo'ladimi? 1 va 0,6 sonlari Pifagor sonlari bo'lib, keyingisi 0,8 bo'lishi kerak. Ya'ni 6, 8, 10 sonlarga o'xshaydi. Tushunarli? 1,2 kara 10, 1,2 kara 6. 6, 8, 10 Pifagor sonlari. Demak, keyingisi 1,2 kara 8 chiqadi. Hech qachon Pifagor teoremasida bunaqa hisob, ya'ni o'sha kvadratni topib, ayirib bunaqa qilish kerak yo'q. Demak, 1,2 kara necha chiqadi bizdan? 8 chiqadi. Tushunarli? 1,2 kara 8 chiqadi. Xo'sh, 1,2 kara 8 tursin. Radius qanday topamiz endi? Pifagor. Birinchi H kvadrat teng A1 kara B1 dan B1 topib, keyin bitta Pifagor qilamiz. Bo'ladi shunday qilsak? Birinchi ish, ikkinchi ish. H ning kvadrati, ya'ni 7,2 ning kvadrati barobar A1 kara B1. 7,2 degani 1,2 kara 1,2 kara 6 kara 6 desa bo'ladimi? Barobar 1,2 kara 8 kara B1 desa bo'ladimi? 1,2 lar ketadi. Xo'sh, 6 kara 6 36 edi. Demak, 4 ga qisqaradi. 2 qoladi, bu yerda 9 qoladi. Bu 2 ga qisqarsa 0,6 qoladi. 5,4 ekan. Tushunarli? Bu 5,4 ekan. Endi 3-chi ish. Radiusni topish uchun ildiz ostida 7,2 ning kvadratiga 5,4 ning kvadratini nima qilish kerak? Qo'shish kerak. 7,2 ning kvadratiga 5,4 ning kvadratini qo'shish kerak. Bu 9 kara 0,8. Bu 9 kara 0,6. Keyingisi 9 kara 1 ni o'zi chiqadi. Ya'ni 6, 8, 10. Tushunapsizmi? Javob 9 kara. Tushunarlimi?
Javob C. Endi kecha test vaqtida domlo xato emasmi shu misol javob deb so'radingizlar. O'sha misolga yetib keldik menimcha. Yoki u emasmi bu? Hozir ko'ramiz. 21. 1 taqsim x plus 1 taqsim y barobar 1, x plus y barobar 4. Xo'sh, bu to'g'ri burchak uchburchakka tenglamalar sistemasining yechimlari, ya'ni x bilan y ning javobi to'g'ri burchak uchburchakning katetlari bo'lar ekan, tushunarli? Shu uchburchakka tashqi chizilgan radiyus. Tashqi chizilgan radiyus nima teng edi? To'g'ri burchakli uchburchakka tashqi chizilgan radiyus. Gipotenuzani yarmisiga teng edi. Demak, c taqsim 2 bizga radiyusga teng. C ni o'zi esa agar mana to'g'ri burchak uchburchak desak agar bu x bu y bo'layotgan bo'lsa, c ni o'zi nimaga teng? C ni o'zi nimaga teng? Y kvadratdan ildiz olingan, ya'ni Pifagor. Hammangiz chaqqonroq bo'lsa, miyangizni zagruzka bermang. Endi ana buni ishlaydigan bo'lsak, xo'p, x plus y taqsim x y barobar 1. X plus y barobar 4. To'g'rimi? X plus y ni o'rniga 4 ni aytib qo'ysam, 4 ni nechiga bo'lsam 1 chiqadi? 4 ga bo'lsam. X plus y ham 4, x y ham 4. Qo'shsam ham 4, ko'paytirsam 4. 2 bilan 2. Demak, x bilan y teng ekan. 2 ekan. Demak, gipotenuzamiz 2 ni kvadratga 2 ni kvadratni qo'ysam 8 mi? 8 ni ildiz olsam 2 ildiz osti 2 mi? Demak, radius gipotenuzani yarmisi dedik. Ildiz osti 2 ekanligi kelib chiqadi. Tushunarlimi? Tushunarlimi hammaga? Ha? Soat nechi bo'lgan qarang. 7. Nechta 7 ni? 22-misol. Juda oson misol tashlagan edim. Mana shu yerda. Ikkita kesuvchi-da, to'g'rimi? Ikkita kesuvchi. Bundan oldin bitta bunaqa savol ko'rdik biz. Birinchi marta kesgandagi masofa x bilan ikkinchi marta kesgandagi masofa 3x ni ko'paytmasi birinchi marta kesgandagi masofa bilan ikkinchi marta kesgandagi masofalar ko'paytmasiga teng. X teng 2 ildizda 3 bekal. Tushunarlimi? Bu misolni ishlab bilmaslik. Ha, C ekan. Bu yerda Y javoblik ekan. 5 talik ekanmiz. Endi 23-misol. Buni kaliti yo'q edi, to'g'rimi? Xo'sh, asosiy misollar endi boshlandi. Asosiy misollar ikkinchi betda edi. Buni ko'pchilik to'g'ri topib bildi, to'g'rimi? A, B, C, D, F va Y. F va Y. Ma'lumotlarni qaraymiz. Bo'yalgan soha yuzini so'rabmiz. Qaraymiz, e'tibor qiling. 2 2 ekan. Tamam. Bor ma'lumot shu. Endi bu yoq 2 bu yoq 2 bo'ladigan bo'lsa, bu cho'rak aylanadi desak bo'ladimi? Cho'rak aylanani radiusi A ham radius bo'ladi. Bu ham nechi? 2. To'g'rimi Bekzod? Xo'sh, mana bu ikkinchi cho'rak aylanamiz. Bu cho'rak aylanamizni radiusi nechi? 4. Bu yoq ham 4 bo'ladi. Demak, to'g'ri 4 burchakning asosi 6 ekanligi kelib chiqadi. Endi ana shu bo'yalgan yuzani topish uchun to'g'ri 4 burchakning yuzidan cho'rak doiralarni yuzlarini ayirib tashlashimiz kerak. To'g'ri 4 burchakning yuzi eni bilan bo'yini ko'paytmasiga teng, to'g'rimi? 6 kara 4. 24 dan ayirib tashlayman. Xo'sh, pi o'zi doiraning yuzi pi r kvadrat. Bu cho'rak aylana 4 dan bir qismi. Pi r kvadrat taqsim 4 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, pi kara radiusning kvadrati nechi? 4.
taqsim 4. Bu birinchisi, unikini topdik. Ayirib tashlaymiz yana. Pi kara ikkinchi doirani, ya'ni cho'rak doirangizni. 4 ni kvadrati 16 taqsim 4. 24 ayrilgan 1, bu 4, 5 pi. Bo'yalgan 100. Tushunarlimi? Ana shuni bilsangiz, o'sha keyingilarga xudo xolasa bemalol ishlab bilishingiz mumkin endi. 24-misol. Juda ham ajoyib savol va ko'p yillar davomida qayta-qayta takroriy bunday turdagi misollar tushib kelyapti. Ushbu funksiyaning qiymatlar sohasini toping. O'zi qiymatlar sohasiga ko'pchilik qiynaladi. Bu ko'rsatkichli funksiyaning qiymatlar sohasi. To'g'rimi, Bekzod? Ko'rsatkichli funksiyaning qiymatlar sohasi uni darajasiga bog'liq. Ko'rsatkichli funksiyaning qiymatlar sohasi uni darajasiga bog'liq. Biz avval darajani qiymatlar sohasini topamiz. Darajamiz qanaqa funksiya? Kvadrat funksiya. Kvadrat funksiyaning qiymatlar sohasi n dan cheksizgacha. Shoxi yuqoriga qaragan parabola uchun a0 dan katta bo'lsa. N cheksiz. Yoki buni bajarishning usuli 1/3, ya'ni bizga n kerakda, n 3 kerak. To'la kvadrat ajratardik. Bu x minus nechining kvadratiga kelib bo'ladi? X minus 3 ning, ya'ni 2ab ga e'tibor qilamiz, ha? X minus 3 ning kvadrati qo'shilgan nechi? 2. Demak, bu misolimizni, ya'ni mana shu darajamizni qiymatlar sohasi doim 2 dan 2 ni o'zi kamida yoki 2 dan katta. To'g'rimi? Sababi bu misolning eng kichik javobi 2. Qanday qilib? Bu musbat son kvadrat, to'g'rimi? Musbat songa musbat sonni qo'shsam, eng kichik javob olishim uchun bitta musbat son iloji bo'lsa agar 0 bo'lsa juda ham zo'r bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 0 bo'lib bo'ladimi? Demak, buni eng kichik javob 2. Boshqa vaqt 2 dan doim katta javob chiqadi, chunki musbat songa musbat son qo'shilaveradi. Demak, buni qiymatlar sohasi 1/3 ni darajasida 2 dan nechigacha? Cheksizgacha. Yana bir bor takrorlayman. Ko'rsatkichli funksiyaning qiymatlar sohasi uni darajasiga bog'liq. Avval darajani qiymatlar sohasini topamiz. Keyin hisoblaymiz buni. 1/3 ni ikkinchi darajasi nechi bo'ladi? 1/9. 1/3 ni cheksizchi darajasi nima bo'ladi deb o'ylaysizlar? Bu 1 dan kichik son, to'g'rimi? 0 bilan 1 ning orasidagi son. 0 bilan 1 ning orasidagi sondan bitta misol ol. 0,5 deb olaylik. 0,5 degan son olaylik. Shuni darajasi kattalashib boraversin. Kvadrati. Nima bo'ladi javobi? 0,25, ha, to'g'ri. 0,5 ni kubini hisoblab ko'ring. Nima bo'ladi javobi? 0,125. Endi xulosa qiling. 0,5 ni birinchi darajasini o'zi 0,5, ha? Daraja kattalashgan sari qiymat kattalashayaptimi, kichrayaptimi? Kichrayapti. Demak, nimaga qarab yaqinlashyapti borgan sari? 0 ga qarab. Daraja cheksiz bo'lsa agar maksimum 0 ga qarab intilgan bo'ladi. 0 chiqolmaydi, lekin 0 ga qarab juda ham intilgan bo'ladi. Demak, buni javobi 0 chiqadi, 0 gacha boradi, lekin 0 bo'la olmaydi va eng ko'pi bilan 1/9 chiqadi. 1/9 chiqadimi? Albatta 1/9 chiqadi. Tushunarlimi? 0 dan 1/9 gacha buni qiymatlar sohasi. Mavzu daftaringizni ochingda ko'rsatkichli funksiyalar mavzusini yaxshilab takrorlang. Ko'rsatkichli funksiyalar mavzusida men buni qiymatlar sohasini olib o'tib beraman. Tushunarlimi? Keyingisi. Keyingisini endi chizishimiz kerak. Tushunarlimi bu misollar? Ancha o'zi qiyinlashib qoldi, ko'rdingizmi? O'chiramiz, keyingisini ishlaymiz. Bu misolni nima o'rganman? 25-misol. Xo'sh, IDC geometriya kitobida ham kelgan bu. IDC geometriya kitobida kelgan, lekin men buni olib bo'lgandan keyin ko'rganman. Bu 8-sinf tasvim olimpiadasiga tushgan savol edi. 8-sinf tasvim olimpiadasiga tushgan savol edi. Xo'sh, hozir chizaman.
Bir marta yaxshilab tushuntiraman, e'tiborli bo'ling, tushunib olasiz. Va bunday turdagi savollarga shunday fikrlash kerak ekanligini bilib olasiz. Xo'p. Demak, mana shunday berilgan ekan. O1, O2, O3, O4, O5, O6 va O7, O9 ekan. Muntazam 6 burchak ekan. O1, O2, O3, O4, O5, O6 muntazam 6 burchak ekan. Tushunarli? Demak, biz endi 6 burchak A, B, C, D, E, F deymiz-ku. Endi O1, O2, O3, O4, O5, O6. Bu muntazam 6 burchak. Va 6 ta o'zaro urinuvchi teng aylanalar chizilgan. O markazli aylana qolgan aylanalarga urinadi. O markazli aylana qolgan aylanalarga urinadi. Agar 6 burchakning yuzi 54 ildiz osti uchga teng bo'lsa, ular orasidagi yuzani bo'yalgan yuzani toping. Bo'yalgan soha yuzini toping. 6 burchakning yuzi 54 ildizda uch. 6 burchakning yuzi 54 ildizda uch. 6 burchak nechta muntazam uchburchakdan tashkil topgan edi? 6 ta muntazam uchburchakni yuzi muntazam 6 burchak yuziga teng edi. Demak, birinchi o'rinda 6 burchakning tomonini topishga harakat qilamiz. Qaranglar, aylanalar barchasi teng deyaptimi? Ha? Demak, mana bu ham radius bo'lsa, bu ham radius ekanda. Bu ham radius, 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 mana bu ham radius, mana bu ham, mana bu ham, mana bu ham, mana bu ham radius. Demak, savol 6 burchakning tomoni necha radius bo'lyapti? 2 ta radius bo'lyapti, to'g'ri. 6 burchak tomoni 2 ta radius. Endi 6 burchakning yuzi muntazam uchburchak yuzini 6 tasiga teng dedik, to'g'ri? Ildizda uchlar ketdi. 6 bilan 54 qisqardi, 9 qoldi. 9 kara 4 36 bo'ldi. 36 barobar a kvadrat. A demak necha ekan? 6 ekan. 6 burchak tomon 6. Radius nechi? Radius 3 bo'ladi. Radius chiqdi. Endi bu aynalar barchasi teng. Barchasi teng. Xo'p. O3 dan boshlab yoki mana O1 dan O4 ga qarab bitta chiziq o'tkazaman. Mana bu kesma nimaga teng? Albatta urinish nuqtalaridan o'tadi va bu aylana markazidan o'tadi. Bu radius ya'ni 3. Bu ham 3. Endi biz bilaylik. Bu katta diagonal vazifasini bajaryaptimi? Katta diagonal tomonni 2 marta katta deb bo'ya aytdik. Demak, agar 6 bo'lsa 12. Bu 6 bo'lyaptimi? 12 dan 6 ni ayirsak, buni ham diametri 6 qolyapti. Demak, buni ham radiusi 3. Tushunarli? Demak, bu yerda 6 ta emas, 7 ta teng aylana bor ekan. Tushunarlimi? Buni ham radius 3 ekan. Bo'ldi. Shuni bilib olishimiz kerak edi. Ya'ni tengmi yo'qmi? Endi bo'yalgan yuzani topish uchun bo'yalgan yuzani qanday topamiz? Bo'yalgan yuzani topish uchun 6 burchakning yuzidan, menga bu yoq tashqari qismlari kerak emas, faqat ichkaridagi jarayon kerak. 6 burchakning yuzidan nimani ayirib tashlashim kerak? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita sektor yuzini va bitta doira yuzini. Endi sektor yuzi sektor deymiz, lekin 6 burchak, muntazam 6 burchak, bitta burchak necha gradus? 120 mi? Bu ham 120 mi? Bu ham 120, bu ham 120 gradus, bu ham 120 gradus, bu ham 120 gradus. Bitta 120 gradus sektor, ikkinchi, uchinchi. 3 ta 120 gradus sektorlarni birlashtirsam, bitta 370 gradusli doirani beradi. Ya'ni bitta doirani beradi. Tushunasizmi? Xo'sh, demak bu uchtasi bitta doira, bu uchtasi ham bitta doira. Bu bilan 3 ta doira. Oson ekan. 6 burchakning yuzidan 3 ta doiraning yuzini ayirsam bo'ldi ekan. Tushunyapsizlarmi? Faqat siz ana buni gradusini bilsangiz bo'ladi. Demak, S 6 burchakdan 3 ta S doirani ayirib tashlagan bo'ldi ekan. Bo'yalgan yuz qoladimi shunda? Bo'ldi. S bo'yalgan barobar 6 burchak yuzi 54 ildizda 3 mi? Dan ayirib tashlayman 3 ta doira yuzini. 3 kara pi kara radius kvadrat. Radius nechiga teng? 3 ga teng. Nechi bo'ladi kvadrati? 9. Javob 54 ildizda 3 minus 27 pi. Tushunarlimi? Qaysi kalta berilgan shu javob? B kalta berilgan, ha? Yigirma 6-chi misol. ABC 3 burchakka, ABC 3 burchakda uning tomonlari berilgan ekan.
unga ichki aylan chizilgan deyapti shart. AB tomonining uzunligi 6, BC tomonining uzunligi 10, AC tomonining uzunligi 12. Mos ravishda AB, BC, CA tomonlarga aylana YDF nuqtalarida urinadi. AB tomonga Y nuqtada urinar ekan, BC tomonga D nuqtada urinar ekan, AC tomonga esa F nuqtada urinar ekan. Tushunarlimi? Ana shuni o'zini chizib bitta qo'yib chiqish, YDF nuqtalarini qo'yib chiqish ham o'zi bitta muammo. Endi BD ni AY ga nisbatan so'rayapti. BD ni AY ga nisbatan bizdan so'rayapti. Nima qilib olamiz? Nimani belgilaymiz? Xo'sh. Unday qilib bajarsak bo'ladi. Ya'ni nimadan kelib chiqibdi? Birinchi shu narsani bilaylik. Urinma aylananing tashqarisidagi bitta nuqta, aylananing tashqarisidagi bitta nuqtadan o'tkazib, unga ikkita urinma o'tkazish mumkin va bu urinmalar doim o'zaro teng. Eslaysizlar shu qoidani. Demak, hozir A nuqtadan qaysi urinmalar chiqibdi? AY bilan AF ikkalasi teng. X X. B nuqtadan chiqqan BY bilan BD teng, to'g'rimi? BY 6 minus X bo'lsa, BD ham 6 minus X mi? DC necha qoladi? 4 plus X qoladi. CF ham 4 plus X mi? Endi siz o'ylab ko'ring. 4 plus X bilan X ning yig'indisi necha? Tam bo'lib chiqdi. 4 plus 2X barobar 12 bo'lsa, 2X barobar 8 bo'lsa, X barobar 4 ekan. Tushunarli? X necha bo'lyapti? 4 bo'lyapti. Endi BD ni so'ragan bizga. BD ni A ga nisbati. BD, qani BD? BD 6 minus X, 6 minus 4. AY X ni o'zi 4. Javob yarim ekan. Tushunarli? Juda oson misolmi? Birinchi uchburchak ichkisiga aylanma olsin. Birinchi o'tganimizdan shundan boshlaymiz. Xo'p, davom etamiz. Sinus pi taqsim 3 da ildizda 3 taqsim 2 ga teng. Endi 2 ni ko'paytiraveramiz. Savol quyidagicha 0 pi taqsim 2 dagi pi taqsim 2 oralig'idagi eng katta ildizni so'rabdi bizdan. Eng katta ildizni so'rabdi. 2 ni ko'paytirsam 2 ta tangens alfa taqsim 1 minus tangens kvadrat alfa. Tangens 2 alfaning formulasi. Demak, tangens 8x bo'ladi bunga javob. Tenglik ildizda 3. Qachon tangens ildizda 3 ga teng? Necha gradusda? 60 gradusda, to'g'rimi? Pi taqsim 3 davri pika edi. X tenglik pi taqsim 24 plus pika taqsim 8. K bilan x ga endi son beramiz. Trigonometrik tenglama 0 bersak pi taqsim 24. Bunga 3 ni mahraj bersam 3 pi taqsim 24 deb yozib qo'ysam, 1 bersam 4 pi taqsim 24 bo'ladimi? K o'rniga 1 ni qo'ysam pi taqsim 6 degani. 2 beramiz. 2 qo'ysak 6 7 pi taqsim 24.
Hali pi taqsim 2 gacha borgan yo'q. Qachon pi taqsim 2 ga boradi? 12 pi taqsim 24 dan o'tdiki yo'qni ololmaymiz. Chunki 12 pi taqsim 24 yarim pi. 3 beramiz. 3 kare 3 9, 10 pi taqsim 24, 5 pi taqsim 12. Bu borgan sari ildizlar kattalashib boradi. 4 ni beraman. 4 bersam 12, 12 ga 1 ni qo'ysam o'sha 13 ga o'tdi. O'sha yarim pidan kattada u. Uni ololmayman. Shu yerdan to'xtadik. Katta ildizi 5 pi taqsim 12 da. Tushunarli? Qaysi joyda berilgan shu narsa? Siz trigonometrik formulalarni bilsangizgina bu misollarni ishlay olasiz. Keyingisi 29. Yana ark. Undan oldin tahlil ko'rganimizda. Shu tenglamaningiz x0 bo'lsa deyapti. x0 kvadrati plus 1 taqsim 2 toping. x0 kvadrati plus 1 taqsim 2 toping. Eng muhim bo'lgan qoida aytilgan. Ark sinus x bilan ark kosinus x ning yig'indisi yoki ark tangens x bilan ark kotangens x ning yig'indisi doim pi taqsim 2. Qo'shimcha sirasi tagidan kelib yoziladi deb aytganman. Eslang. Qo'shimcha bu ma'lumot sifatida kiritiladi. Böyle sistema bajarishgan. Ayrib yoramiz. Ark sinuslar ketadi. 3 ta ark kosinus x barobar buni 2 pi taqsim 4 deb yozsam 3 pi taqsim 4 bo'ladi. 3 lar qisqarib ketib pi taqsim 4 bo'ladi. Qachon ark kosinus qachon x ni o'rniga nechi qo'ysam 45 gradus chiqadi. Kosinus ku bu. X ni o'rniga nechi qo'ysam 45 gradus chiqadi. Ildiz osti 2 taqsim 2. Böyle chiqdi. x0 kvadrati 2 taqsim 4 bo'ladi. 2 taqsim 4 yarimga teng. Yarimga yarimni qo'ysak javob 1. Tushunarli? Juda oddiy misol edi. Mavzu daftaringizni siz takrorlang, hamma narsa berilgan mavzu daftaringizda. Bitta-bitta men aytib berganman. Faqat takrorlash sizdan talab etiladi. O'tdingiz. Xo'sh. Mana bu yerdan ishlaylik. Endi noyob turdagi misollar boshlanyapti bu yoqda. Mana bu yerda ikkita, uchta zo'r savolchalar bor. ABC uchburchak. ABC uchburchak. EJ kesma. Esladingizlarmi savolni? Uchburchakning in markazi. In markaz qanaqa markaz edi u? Bisektrisalar. Yana qanaqa nuqta, yana in markaz deyilishdan tashqari yana qanaqa nuqta deyiladi? Bisektrisalar kesishgan nuqta ekan, bildik. Bisektrisalar kesishgan nuqtani o'zi yana qanaqa nuqta vazifasini bajaradi? Yo'llanmagansiz. Uchburchakka ichki chizilgan aylanani markazi ham bisektrisalar kesishgan nuqtada bo'ladi. Demak, aylanani markazi ham shu. J esa medianlar kesish nuqtasi. Agar AC 18 bo'lsa, deyapti, uchburchakning perimetrini topib bering. Demak, bitta B nuqtadan mediana tushiraman, bitta B nuqtadan bisektrisa tushiraman. Va shart qo'yibdi. EJ kesma deyapti, asosga parallel. EJ kesma asosga parallel ekan. Parallellik tushunchasidan doim o'xshash uchburchaklar hosil bo'lishi mumkin, to'g'rimi? EJ bilan AC parallel bo'ladigan bo'lsa, shu chiziq, ya'ni parallel bo'ladigan bo'lsa, shu chiziqdan o'tadigan, mana o'tadigan har qanday parallel chiziq, masalan B dan J gacha, J dan asosgacha bo'lgan masofa qanday nisbatga bo'linsa, tomonlar ham xuddi shunday nisbatga, balandligi ham, ya'ni aynan shu B uchidan chiqqan har qanday chiziq xuddi shunday nisbatga bo'linadi. Demak, o'zi B dan J nuqta qanaqa nuqta edi? Medianar kesishgan nuqta edi. Medianar kesishgan nuqtada mediana uchidan boshlashsa bo'lgan necha nisbatga bo'linadi? 2 bo'l 2 x x bo'ladigan bo'lsa, bisektrisa ham 2 i nisbatga bo'linadi desak, bilamizmi desak? Bo'l. Xo'sh, endi bo'ladigan vaziyat quyidagicha. Bundan kelib chiqadiki, yon tomonlar ham 2 nisbatga bo'linadi. To'g'rimi? Yon tomonlarimiz ham 2 nisbatga
bo'linadi. Ana bundan foydalansak ham bo'ladi. Demak, agar mana bu AB tomon, mana bu BC tomon bo'ladigan bo'lsa, mavzu daftaringizda mana shunday deb yozdirganman. Demak, bissektrisa ham 2/1 nisbatga bo'linayaptimi? Bissektrisalar kesishgan nuqtada, demak, uchidan boshlab hisoblaganda 2/1 nisbatga bo'linayotgan bo'lsa, mana ikkita yon tomonni qo'shib tushgan tomoniga bo'lgan nisbatga teng edi. Ya'ni AB ga BC ni qo'shib 18 ga bo'lgan nisbatga teng. 18 kare 2 36. AB plus BC barobar 36 bo'lsa, bizdan perimetr so'ragan. Perimetr 3 ta tomonni yig'indisi. AB BC 36 ekanligi kelib chiqdi. 36 ga 18 ni qo'shasiz, javob 52. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Eslab qo'ying. Endi doimo bu narsa tushmaydi-da. Asos berilgan bo'lsa, EG haqidagi ma'lumot berilgan bo'lsa, demak javob 3A perimetr. Bu safar boshqa narsani so'rab qoladi. Tushunarli? Bu 30 edi. Keyingisi 31-misol. Noodatiy, bu ham olimpiyskiy savol edi. Sinus kvadrat pi taqsim 2. Endi oralaringizda ham olimpiada, ham milliy sertifikatchilar bo'lgani uchun hammasidan qo'shib tuzganman. Sinus kvadrat butun qism ichida pi taqsim 2 va sinus kvadrat kasr qism ichida pi taqsim 2. Yig'indisini toping. Bu yerda yo'q, uni aytolmaymiz-da. Yo'q, uni aytolmaymiz. Bilamizki, butun qism ichida A bilan kasr qism ichida A ni yig'indisi A ni o'ziga teng. To'g'rimi? Endi shu yerdan kasr qism ichida A ni topib olaman, aytib qo'yaman. Kasr qism ichida A minus butun qism ichida A ga tengmi? Aytib qo'ysak, sinus kvadrat butun qism ichida pi taqsim 2 qo'shilgan sinus kvadrat qavs ichida A ni o'zi, ya'ni pi taqsim 2 kubsaga, to'g'rimi? Ayirish, mana buni o'rniga aytib qo'yaman. Mana buni topdim. A dan butun qismini ayirganimiz kerak. Ya'ni butun qism ichida pi taqsim 2 ga teng. Sinus kvadrat pi taqsim 2 minus alfa bo'lib qolyaptimi? Sinus kvadrat pi taqsim 2 minus alfa nimaga teng edi? Yarim burchakning nomi kosinusga o'zgarardimi? Kosinus kvadrat butun qism ichida pi taqsim 2 bo'ladi. Tushunarli? Endi bu sinus kvadrat butun qism ichida pi taqsim 2 qo'shilgan kosinus kvadrat butun qism ichida pi taqsim 2. Endi bu aniq sinus kvadrat alfa, chunki bir xil burchaklar bir xil. Va bu kosinus kvadrat alfa. Sinus bilan kosinusni aynan bir xil burchakdagi kvadratlarini yig'indisi doim nechiga teng? 1 ga teng. Bu trigonometrik ayniyat. Javob 1 ekan. Tushunarlimi? Siz teoriyani shunchaki, bu butun qism bilan kasr qism yig'indisi 1 o'ziga teng, pi taqsim yoki boshqa 1 ga teng deb teoriyani agar yozib ketgan bo'lsangiz, bunda topish osonroq, lekin kelasi testda shuni tangensligi bor. Yoki yana bir xil shularga o'xshashlari bor. Ular o'zi chiqmasligi ham mumkin. Birozgina murakkablashadi. Tushunarli? Qaysi javobda bo'libdi 1? C javobda bo'lgan. Uchramiz do'stlarni. Labay. Qayerga ketasiz? Ha. Tushunarlimi bo'lmagan? Yaxshi, davom etamiz. Nechi bo'lgan soat? 35. Ha. Bor Bekzod.